Assalamu alaykum, dünyanın her qaysi hürmetli qarindoshlarım. Ulug' Allah hammangni salomat qilsin. Mehribon Rabbim oilangizga tinchlik, amonlik, tanangizga salomatlik, sog'lomlik bersin qarindoshlarim. Hamda men yo'llagan videolarimni ko'rgansizlar qarindoshlarim. Men bekor quruq gap qilmadim. Hamma qilgan gapimga qarshi tarafning dalil isbotini billa yo'lladim qarindoshlarim. Chunki haqliq bo'lgandan keyin gapi oz bo'lsa-mu, uning dalil isboti bo'ladi qarindoshlarim. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Nurg'un qarindoshlarimning yorumlarini ko'rdim. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Men chin qalbimdan salomlarni sizga yo'llayman. Hamda qarindoshlarim, u bularninki yozgan gapini ko'rdim. Hammasi yolg'on, hammasi quruq gap qarindoshlar. U andada o'yni menga sotmagan, kira bergan bo'lsa, nima uchun bu ilm setim hujjatiga imzo atgan? Bu bir mesele. İkinci mesele, menga bu o'yni kira bergan bo'lsa, nima uchun 5 yilgacha kira olmay, hozir 6 yil bo'ldi. 6 yilgacha nima uchun kira olmay bo'lib tutdi. Men bu yerning to'piqatni kira qilib kelib 5 yil bo'ldi. Töpedeki kira vergen adamga bir ay kiranı vermesi, men neymiş kiranı vermeyse, kiranı ver ya ödün kop detme. Her kanda adam bana bu şunda akıp gitti kardeşler. Üçüncüden bu öyle bana satkan Mehmet'imin hacım, ballarga, ubulacımga, bu tapını tuttuğun Abdülkahar Mağzunga, bu saktıkarının hemmiske dep imzasını koydu yap. Hatta şu hüccetninki fotokopi yapıp köpeytip hemmisi bir kişi etken. Bunun xotni ballarının hemmisi de bu hüccet var. Şunun için bunu 5 yılgacha öne dadam setip kişi etken de ultağa adamlıydı. Muş Ul Tevekkül imlaq vatandaşlığım çıktı. Tapını besle desem belgili olmay menden pul talep kıldı kardeşler. Bu talep kılgan pul bak cip olğaçqa men onu beğenmedim. 100 bin lirayım beydi, şunu bey, tapını besler desem, bu pulunu az görüp, unumadım menden cip pul veriş için. Men cip pul beğenmedim, sonra Abdülkahar Mağzun'u ügütüp, bu sotqa haz kıldıydı. Sen de tapu sen de oğan ki, elavasak budu bu adamden, dep. Çünkü azı üyemle elavasa, 3 milyon, 4 milyon adı karındaşlar. Bu pulunu ülüşep kaydese, kanca kaydese, yedip her kim gibi yedip. Şunun için bu saktıkarlıkın emelge aşırış için bu nurgun guvatçılığını yok kılıp hazır bana çok besim işilti vatıp kardeşler. Şunun için bu saktıkarını Allah kahretsin. Ulug' Rabbimden ben şunda tilitme. Bunun yamanlığını ulug' Allah özünün 5'ke qaytırсын. Şuna her kanda bir adam bunu görse, benim her bir sözümle kıldım kardeşler. Yani öne satılan hüccetimle bağ çıkardım. Abdülkahar Mağzun hamana demeyip etken, ben okumaydım diyen sözüge karşı 5 yıldan beri öy sahibi tületken, bajını devlet tületken bajını, talını onun ismi de boğaçkı, şunun ismi geberekler. O bunu bilgenlikten, bunu öyne satılan Muhammed Hacim üzütülüsün de imlakçıga gelipti. O bu imlakçı bunu bana bilgelik, bunu ben tülep 5 yıl çaylık saklap geldik. O talını etip koydum kardeşler. Hemen görelişler. Benim videomda öyünün elimsetim imzalı hücceti, satqa adamının imzası, Ul Tevekkül imlakçınınki guvalık imzası. Bu hüccet var kardeşler attım. Abdülkahar Mağzun'unki öyünün sahibi benim ikenligimni itiraf qilib 5 yıldan beri öyünün sahibi etken baj talını bana ivetip bergenligi, onu mening tülegenlik, o ispat mende ekenliginin, yani hakikat talınınki sürtünü attım qarindoshlar. Ul Tevekkül imlakçınınki meni itiraf qilib 5 yıldan beri öyünü kira verip kira sözleşmesiga yani meningki öy sahibi degan yerga mening ismimni o'z qo'li bilan yozgan isbotini evatdim qarindoshlar. Buning tenibilishga haqqi yo'q bu yolg'onchilikning. Bu o'zininki hujjatga qo'l qo'ygan. Gerçi bu hujjat ishxonasida yozilib, ishxonasida qo'l qo'yilgan hujjat bo'lsin, bundan tenibilib, hukumat meni o'qib qolsa, nima qilsan imloqchi turib,
Ma qonunluq yazıb qılmay, ma aq hujjat yazıb, madamda saqtı qılğan halatda munda saqtipazlik qilding deyishidin qo'rqab qarindoshlar bu. Hemen armoni parti qo'lqab qo'ygan divoldi. Qo'lni nerede qo'ygan bo'lsa bo'lsin, o'zining iqrorini, dalil isbotni men ko'rsatdim qarindoshlar. Buningga hujjatga qo'l qo'yganlikqa iqror so'zi bo'lg'achqa, bundan tanib olinmay hozir bunda yolg'on yog'dirganini taqib yotdi qarindoshlar. Onunki sözünü silmi ko'rgansizlar, bir quruq deb hammadan tanib qilyotdi. Faqat menga payliq bo'lgani, endi sot mahkamasiga Abduqahhor Mahzun o'lminiki deb az qildi. Endi deb az qildi qarindoshlar. Endi menga shu isbot lozimdi. Onunki sot mahkamasi yolg'onchi kazzab, yolg'on aytib az qildi sotqa deb uning azini barbod qilib o'tishimiz uchun advokat menga shuning isboti kerak edi degan qarindoshlar. Bu isbotga men o'lima birligi men isbot bergan. Endi o'zingmi mana bu ulojining yozgan xatida ayni Abduqahhor Mahzun uyning topsin tupaga omonatchi deb o'z zuonidan yozib ayni Pajibokka mening videomni yemlab o'tibdi qarindoshlar. Buni men ubda resimga tortib dalil isbot uchun olib qo'ydim, sotga ko'rsatish uchun. Ahvol mushu qarindoshlarim. Endi men dalil isbotsiz gap qilmadim. Uyni sotmagan bo'lsaydi, bir oy 2 oyning ichida tavakkul bu imloqchi emas. Menga uy sotgan Mehmetimin hojimning mishatga xotin bolalari kelgan bo'libdi uyni. Ko'rni vermedim odam deb. Canım qarindoshlarim, men sotib olganligimdan u xotinning u bolaning dadasi uyni sotdim deb sotgan hujjatdan tortib fotokopiyasini olib xotin bolalarga taqib manganlikdan mening oshxonam shu uyni sotgan Mehmetimin hojimninki oilasi o'tirayotgan binoning qishda qo'shnimiz. 5 yil qo'shniqlab o'tirdik. Men shu yerda oshxona ichig'lar, uning uyi aşağıda ancha muncha bin lozim bo'lsa kelib chiqib yeydi. Ayolim bilan ayoli bir abdan ko'rishdi. Har siliga set 20 kishi ketgan uyda. Iqro odamni 5 yil. Shunda xotirjam o'tirgan odam bu. Bizning bu xotirjam hayotimizni ubul tavakkul imloqchi buzib, hemendan 15 ming dollarni elish uchun talab qilib, nahaq pul olish uchun. Uni men bermasam, an uluni berib qushqayt deb, shu qo'ltiga odamlarga endi uyni elib olg'ilibdi, topish silning qo'lingda. Endi sotmagan deb elivanglar, uyni tortib oldi. Desa, u bechoralama ma'quldaglik bu ishni qo'zg'ab chiqdi qarindoshlarim. Ahvol mushu. Mening har qanday ishimda dalil isbotim bor qarindoshlarim. Allah hammangdan razı olsun. Ulug' Rabbim bu saxtakorlarga tez arada bütün dünyaya hammangga ibrat o'g'dak jazosini ko'rsatishni Janob Allohdan kech kunduz tilakmi qarindoshlarim. Hammangni duoyingni yod etinglar. Bu saxtakorlarni Ulug' Rabbim jazosini bersin tez arada.